Aka opa singillar mana ko'rib turganlaridek Katenlik avtovokzaliga kirib keldik do'stlar. Kimdan kim ketmoqchi bo'lsa, ishonchli, qulay, resmiy avtobus xizmatlari do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Tanlovlashmanglar. Primoy reyslarda mana avtobusimiz kirib keldi. Shunaqangi qulay resmiy avtobuslar. Aka necha kun borib kelyapsiz aka? 2,5 sutka. Qalay akalarimiz, misol nolishmayaptimi? Qiynalishmaydi, nolishmaydi, kamdor ishlaydi. Har bir tur soat 5 soatga stalovoy xizmatlari. To есть har 5 soatda almashasizlar shu bo'limi? Mashina beraylik deyapti-da, misol ko'pchilik har xil noto'g'ri tushunyapti. Mana do'stlar, zalojdaniylarni ko'rib turibsizlar. Katenlik avtovokzali. İşonchli reyslar do'stlar, tanlovda adashmanglar, bemalol behijolat. Shuni ochib bersangiz men bitta obzor qilib yuboraman. Do'stlar mana Katenlik avtovokzali. İşonchli reyslar. Kimdan kim ketmoqchi bo'lsa bemalol behijolat aka tanlovda adashmanglar. Avtobusimiz kirib keldi. Hamyurtlar Toshkent, Moskva, Toshkent, Samara, Penza, Rezan, Kazan, Nabережный Челны, Nizhigorsk, Almaty shaharlariga ishonchli reyslarda ketmoqchi bo'lsanglar bemalol behijolat aka tanlovda adashmanglar.